Ataga necha marta aytdim shu bolaga qo'shilma deb. Ko'zi yoqmaydi buning menga. Bor ekan menga qo'shilmagan. Dadang ko'zim yoqmas ekan. Talg'irni nesigar chekyapsiz? Miyani tinchlantiradi, stressdan xoli qiladi. Mana bitta chekib bering. Jinimsan, dadangning gapi eshitib o'ylayman. To'g'ri lekin Agar bitta cheksa hech narsa qilmaydi. bitta chekaymi? Dadang necha yosh? 70 ga kirdilar. Ha, o'z qopti. Sari sigaret chekadigan bo'lib qolding, ha? Men buni shu taginga top bo'ldim. Agar yana shu talg'irga qo'shilganini ko'rsam, tiqib olaman men buni. Tushundingmi? Talg'ir nima o'ynayapsan? Bezbet degan o'yin. Futbol komandalarga pul tikasan, yutsa normal hisobda ishlab olasan. Davay mana o'ynayman. Qo'y, shuni o'rgatmay senga. Yana dadang orqangga cho'p tiqmasin. To'g'ri aytasan, cho'p tiqadi lekin. To'xta. Qaysi komandasan? Real Madrid? Как раз mana bugun Real o'ynaydi. 100 ming tiksang 400 ming ishlab olasan. Serios? Puling bormi? Alo dada. Ha. Cho'ntagingizdagi pulni olib bezbetga tikib tuqsib qo'ydim. Qanday ko'rmi seni? Bosh olib chiqib ketyapman endi. Haydasan sen, yana talg'irga qo'shildingmi? O'zi meni hech kimga keragim yo'q, bu uyda ortiqchaman. Talg'irjon bolam, iltimos qilaman sendan. Shu o'g'limdan uzoqroq yur. Otaxon, nahot kerakmi o'g'lingiz menga, ha? Xudoga shukr o'zim bizneslarim bor. O'g'lingizdan boshqa ishim yo'qmi mana? Nima biznesing bor sani? Katta biznesim bor, narsa sotaman. Qarang otaxon, ma'lumman. Tagimga 2 ta odam olaman. Bu tagimdagi yana odam olar tagga, tagimiz gullab yashnasa, biznes shuncha zo'r bo'ladi. Piramidami bu? Yo'q, bu archa. Gulla yashna archa degan biznes. Dada, tagiga qo'shilaylik. Zo'r bo'lib ketamiz. Agar qo'shilaman desanglar, bittada zo'r bo'lib ketasizlar. Yana o'zingizlar bilasizlar, o'ylab ko'ring. Yerbazlashlar. Sen haqiqatdan tagiga qo'shilaylik bo'yimiz deb sen qilding. Men qilmadim dada. Kim qiladi? Talg'ir qildi-ku. Talg'irga qo'shilsang, qorasi yuqadi. Kim tagimga qo'shiladi, zo'r biznes bor.